Bu qiz tribunada telefonni ko'tarib turdi va uning milliy bayrog'i lentasi tomoshabinlar orasida aniq ko'rinib turardi. U o'yinchiga barmog'ini ko'rsatib, toki u gol urmaguncha uni chaqirdi. O'yinchi orqasiga o'girilib, uning mamlakati bayrog'ini ko'rib, bir lahzaga to'xtadi. So'ng futbolkasini yechib unga berdi. Muxlislardan biri prezidentga telefonni uzatishga urindi, lekin qila olmadi. Hamma imkoniyat boy berildi deb o'ylagandek edi. Lekin boshqa bir muxlis yordam berdi va vaziyatni saqladi. Ikkinchi urinishda telefon muvaffaqiyatli uzatildi. Lekin prezident telefon qulflanganligini va uni qaytarish kerakligini aytdi. Keyin boshqa tomondan yigit parolni aytib yubordi. Shundan keyin prezident bu kichik muxlisning suratini oldi. Ammo boshqa bir muxlis esa Carlo Ancelotini chaqirib turdi.